Mən virus götürəlməyəm. Abdori Xəndan. Yaqında Uyğurlarning arasida virus natijasi musbat chiqqanlarning ko'payib qolganligini, orasidagi ba'zilarning texnik parvosiz yurayotganligini angladim. Ba'zi jondan yaqinlarimmo dal shundaq parvosizlarning ziyonkashligiga uchrab, xeyli ig'ir dard tortib oldi. Shu chaqda alomatlar ko'rilgan bo'lsa-mo, boshqalarga yolg'on aytib tekshirtmay yurganlarga hayronlikdan bakrak g'azablangan edim. Ammo yana ba'zi g'ayri idiotga kishilarning gap so'zlari yetib kelganda qanday ifoda bildirishimni bilolmay qoldim. Bu xildagi kishilar bir necha turlik ekan. Bir turi Xitoy virusini nomusliq kasal deb qaraydi ekan va o'zining bu kasal bo'lib qolmaganligini isbotlash uchun hamma so'rinda aylanib yuradi ekan. Rasmga tortib, to'rga chiqarib, o'zining salomat ekanligini hammalarga jakarlaydi ekan. Sal uzunroq yo'qab ketgan kishilarni viruslandi deb gumonlandi ekan. Bu idiotlarning orasida allaqachon musbat natijasi chiqib bo'lganlarmi bo'lib, hatto biraylan bir to'yga berib, butun ustaldagilar bilan yuz yiqib ko'rishgan. Bu ahvolga qarta shu to'ydagi hamma kishi yuqumlandi deyilsa, mubolag'a qilingan bo'lmaydi. Yana biri kasal Allohdan keladi. Alloh nisbis yuqidi deydiganlar ekan. Bular o'zi yuqumlangan bo'lsa-mo, mushu ideyada boshqalarni o'z xiyolida taqdirga tavakkul qildirib, kasalligini yoshirib, yuqtirib yuraverdi ekan. Yuqmaganlarimo hech yerda ishiltib boqmagan tavakkulchilik ro'yini dal mushu yerda ishiltadi ekan. Bular oldini olish haqida islomning nimalarni o'rgatganini bilmaydigan savodsizligi tufaylidan faqat o'ziga qilib qolmay, boshqalarga ziyon yetkazayotganligidan balkim xabarsiz. 3-chi turi. Viruslanib bo'lgandan keyin karantinga elinishni hojatsiz deb qarab, ko'krigini kergan holda atrofdagilarga aytib bo'lib, yana ularning o'zlari bilan xotirjam ko'rishib yurishini talab qiladi ekan va bundoq qilmaganlardan ranjiydi ekan. Men bu tipdagi qarindoshlarimizning aqlini bu qitim ishiltib qo'yishini jiddiy talab qilaman. Siz balkim kuchlik, sog'lom biri, balkim sizga zukam tekkandek o'tib ketishi mumkin. Lekin unutmangki, agar siz sabablik menga o'xshash immunitini yuqori ko'tarmasi bo'lmaydiganlarga yuqib qolib o'lsak, bu yuqish zanjirsimon bo'ladi. Siz do'kondagi biriga yuqtirsiz, bu kishilar balkim zaruriyat tufayli setib olgan narsalardan yuqtiradi. Sizmo parvosizligingiz tufayli vositalik qotillik qilgan bo'lasiz. Hozir ham yosh, ham sog'lomlarning ichidami doktorxonaga tirik kirib, meyit chiqayotganlar ko'p. Bu o'zimizning botirligini, xato o'rganib olgan tavakkulchiligimizni ko'rsatadigan maydon emas. Chunki bu ish siz bilan ketmaydi. O'lim, kasallik Allohdan. Sababini qilish bizdan. Men virus ko'tarolmayman. Menda ko'tarolmaydiganlar sizning aqlsizligingizning qurboni bo'lib ketmasin.